Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugungi uston o'tkamiz Bag'as sentra bo'ldi. Deb televizorni ishlab berdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Televizorga boshqacha svetda, mebelli svet bilan ak svetda kombinatsiya etib ishlab berdik. Bu televizorimiz o'sha 8,5 million so'mga bitgan mebelimiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi chetini shkaf qo'yib berdik. Profilli aynadan pasvetga qo'yib berdik. Bellarni stollari mebelli svet o'zining daroqlarga qo'shib turadi. Pasvetlarni taxlab ulab berdik. Bu uyimizga 2 dona shu mebeldan qo'yib berdik. Narigi xonada video davomida kuzatib borasizlar. Bu birinchi televizorimiz bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Narigi televizorimiz. Bu televizorimiz narigi xonadagi televizor, ikkinchi televizorimiz, ko'rishingiz mumkin. Bu televizorni kashmir svet bilan qora svetda kombinatsiya etib ishlab berdik. Xonaning dizaynini tushuntirib aytib, shuni ishlab berdik. Aynalar qora svetda bo'ldi, ko'rishlaringiz mumkin. Ichini pasvetkalar qo'yib berdik. Bellardan pasvetkalarni taxlab berdik. Stol qismi qora svetda bo'ldi, ko'rishlaringiz mumkin. Mebelimiz cho'tki bo'lib, xonani to'ldirib turibdi. Svetlar ham har xil poложениеda yonadi, ko'rishlaringiz mumkin. İşe baha berasizlar, bu ikinci televizyon bo'ladi. Qaysi biri chiroyli chiqqanini kommentariyada fikrlaringizni bildirsangizlar. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda o'tib bermaysizlar.